Qo'llaringizni iliq suv va sovun bilan yuving hamda to'liq quriting. Teshuvchi ruchkaning qopqog'ini burab oling va yengil lansetni ushlagichga to'liq kiriting. Lansetning himoya qopqog'ini olib tashlang. Ruchkaning qopqog'ini qayta burab yoping. Teringiz qalinligiga qarab teshish chuqurligini tanlang. Ruchkani chertish tovushi eshitilguncha sekin orqaga torting. Tez yaproqchani oling. Flakon qopqog'ini mahkam yoping. Tez yaproqchani kontakt plastinkasi uchi to'liq kirguncha joylashtiring. Glyukometr avtomatik yoqiladi. Teshuvchi qurilmani barmoq uchiga qo'ying va tugmani bosing. Birinchi qon tomchisini quruq salfetka bilan artib tashlang. Barmoqni biroz bosib, ikkinchi qon tomchisini oling. Qon tomchisini tez yaproqchaga tekkizing. U o'zi kerakli miqdorni tortib oladi. 5 soniyadan so'ng natija ekranda paydo bo'ladi. Tez yaproqchani chiqarish uchun ejektorni oldinga suring.